Bugungi ma'naviyat soati mavzusi O'zbekiston 2030 strategiyasi, xalq strategiyasi deb nomlangan. O'zbekiston 2030 strategiyasining asosiy g'oyalari haqida ma'lumotlar berildi. Viloyat axborot kutubxona markazi xodimlari o'rtasida kitobxonlik madaniyatini yanada shakllantirish va kitob mutolaasini targ'ib qilish maqsadida yangi adabiyotlar kutubxonamizda loyihasi tashkil qilingan. Loyiha doirasida yangi adabiyotlar taqdimoti o'tkazilib borilmoqda. Muallif Nuriddin Xotino'g'lining Buxoroning so'nggi amiri Olimxon deb nomlangan ushbu kitob 2024-yilda Toshkent Iqro nashriyotdan chiqqan bo'lib, 256 sahifadan iborat. Ushbu kitob Buxoroning so'nggi amiri Amir Olimxonning murakkab hayot yo'li, oilasi va siyosiy harakatlari haqida ma'lumot berilgan. Buxoroning faxrlansa arziydigan amiri Amir Olimxonning bosib o'tgan shonli yo'li, tarix, sinovli umr so'qmoqlaridan hikoya qilinadi. Bir-biridan qiziqarli va qimmatli bo'lgan ma'lumotlar barchaga birdek manzur bo'ladi degan umiddamiz.